O'tgan yilgi natijalarimiz juda ham yaxshi. Haqiqatan mana siz juda bir haqiqiy jarayonni belgilab berdingiz. O'tgan yil umumiy ballimiz maktab miqyosida 95 bo'lgan bo'lsa, bu yil umumiy o'quvchilarimizni institutlarga kirish jarayonidagi umumiy balli 107 ballni belgiladi. O'sish bor. 27 ta o'quvchimiz tugatgan bo'lsa, shuni 24 tasi oliy ta'limga talaba bo'lish imkoniyatiga ega bo'ldi. 3 ta o'quvchimiz esa tibbiyot yo'nalishidagi texnikumga kirdi. Bular ham tibbiyot texnikumiga kirgan talabalarni bu yil boshqacha talabalikka qabul qilindi. Ular ham oliy ta'limga hujjat topshirib, testga kirib, test natijasi bilan qabul qilindi. Shunchalik darajada hozir islohotlar keng ko'lamda amalga oshirilyapti. Biz xursandmiz. Undan tashqari bu yil bizni viloyatimizda majburiy ta'lim yo'nalishi bo'yicha matematika, tarix va ona tili fanlariga tayyorgarlik va xorijiy tilga tayyorgarlik darajasi Buxoro viloyat maktabgacha maktab ta'lim boshqarmasining boshlig'i tomonidan shunday belgilandiki, biz bolalar o'quvchilar uchun tugatuvchi 11-sinf o'quvchilar uchun alohida dasturlar tayyorlandi. Ana shu dasturlar bo'yicha bolalarning sertifikat olishi, imtihonlarga tayyorlanishi, oliy o'quv yurtiga kirish jarayonini shu darajaga ko'tarilishiga bir omil bo'ldi deb hisoblayman. Albatta, ta'limdagi bu kabi islohotlarning samarasini mana 29-maktab misolida ham berilgan ma'lumotlar asosida guvohi bo'ldik. Xo'sh, o'tgan yilni sarhisob qildik. Endi 2026-2027 o'quv yilida tayyorgarlik jarayonlari qay darajada kechyapti? Tayyorgarlik juda ham qizg'in. Mana bugun biz prezident sovg'alarini oldik. O'tgan yili 120 ta o'quvchi qabul qilgan bo'lsak, 150 ta o'quvchi qabul qildik va onlayn platformada 150 ta o'quvchi to'liq qabul qilingandan keyin 150 ta o'quvchiga prezident sovg'asi keldi. O'zlaringiz hozir guvohlik bo'lishlaringiz mumkin. Prezident sovg'alarini sinflarga chiroyli qilib o'qituvchilarimiz joylab qo'ydi. Va biz bolajonlarni kutib qolamiz. Nimaga deganda har bir bolani birinchi marta maktabga qadam qo'yayotganda o'zgacha bir shukuh va uni esida qoladigan narsa maktabga kiradigan jarayoni va uni hayotda o'z o'rnini belgilash jarayoni ham shuni belgilab beradi. Men o'ylaymanki, biz bolajonlarni kutib olishga juda yaxshi tayyorgarlik ko'ryapmiz. Bu butun respublika bo'yicha juda yaxshi amalga oshirilyapti.